Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bepusht 3-qism. Egachi, egachi, kim bor? Imtihon kunidan beri o'ylanavergan ozib ko'zlari ichiga tortib qolgan Muborro xonasida xayol surib o'tirgandi. Darvozadan begona ayolning chaqirgan ovozini eshitgach, dirk etib turdi-da eshikdan chiqdi. Darvozaxonada uzun bo'yli, to'laroq gavdali, egniga zarli atlasdan zamonaviy bichimda tikilgan ko'ylak lozim kiygan, boshiga qizil gulli ro'mol o'ragan pardoz-andoz joyda, qo'lida chiroyli qalin charm hamyon tutgan ko'rinishdagi 40 yoshlar atrofidagi chiroyli juvon hamda yoshi 70larga yaqinlashgan, egniga odmiroq bo'lsa-da yangi ko'ylak kiygan ayol turardi. Assalom, sizlarga kimlar kerak? Va alaykum salom. Yosh juvon Muborroning ko'rinishiga qoshlarini chimirib razm soldi. Siz Muborroxon emasmisiz? Muborroman. Yuragi shuvillagan qiz notanish mehmonlarning ro'parasiga keldi. Uzr, sizlarni tanimadim. Mening ismim Sadoqat, Bahrom Shokirovichning xotiniman. Yonimdagi qaynonam. Sizning huzuringizga iltimos bilan keluvdim. Iltimos, davoingizni kechsangiz, 5 ta bolam tirik yetim bo'lib qolmasin. Otasi qamaladigan bo'lsa, ularning ham kelajagi barbod bo'ladi. Hech gap bo'lmabdi-ku, qancha so'rasangiz pul beraman. Faqat davoingizdan keching. Nima, hech narsa bo'lsa hisobmi? Muborro baland gapirib yuborishdan o'zini zo'rg'a tutsa-da, baribir ovozi alamli va zardali yangradi. Eringiz hayvon, kim bilsin qancha qizning nomusini bulg'agan. Unaqa hayvonning joyi qafasda. O'zingga qara ey qiz. Yampirning g'azabi qo'zib qo'llarini beliga turtdi. U o'g'lining yomonligiga ishonmaydigan, qilgan noma'qullikchalarni oddiy hol deb biladigan ayol edi. O'g'lim seni biron ish qildimi? O'zing baho uchun shu narsani so'rabsan-ku. Yana bahoni qo'ydirib olgach, ayolni qorniga solib tuhmat ham qilibsan. Jirtillaq, o'zingda bir qamchi bor seni. Endi peshkirlik qilishga o'ylaymi? Seni deb davlatimiz bir yaxshi mutaxassis kadrdan ayrilibdi. Sendekalar hamma yoqni bulg'aysanlar. Nima dedingiz? Og'zingizga qarang, o'g'lingiz hayvon. Muborroning qoni qaynagandan boyagi qo'shnilar eshitib qolmasin degan xavotiri ham yodidan bir lahzaga ko'tarildi. Hayvonning joyi esa qafasda. Sen tag'am egajindan o'rgildim. Qani yo'qollaringchi, hozir itimizni qo'yib talataman. Kutilmaganda o'ylagan ishi barbod bo'la boshlaganidan ko'rgan juvon shoshib qoldi. Qaynonasini jerkib darvozadan chiqishga undarkan, gap orasida Muborro yalindi. Iltimos singlim, kechiring, biz janjallashga kelganimiz yo'q. Huzuringizga iltimos bilan keluvdik, dedi-da qaynonasini jerkib siltab ko'chaga chiqarib yubordi. Boring, siz aralashmang, hamma ishni barbod qilasiz hozir. Kampir do'ng'illasa-da noiloj kelinining buyrug'iga bo'ysunib ko'chaga chiqib ketdi. U ko'zdan pana bo'lgach, juvon yana yalinishni boshladi. Iltimos, jon singlim, qaynonamni kechiring, axir qaysi ona bolasini yomon deyishga chidaydi. O'g'lining qamalishini o'ylab qon bosimlari oshgan hozir. Shu bois alamlarini oldilar. Iltimos, kechiring. Gapingizni boshqa tinglashga toqatim yo'q, keting. Muborro endi yana birov eshitsa sharmanda bo'laman degan vahimasiga tushgandi. Otasi ishda, onasi va ukalarini esa ertalab bo'zi ertagi olmani terishga hasharga olib ketgandi. Onasi bu gaplarni eshitsa bormi, Muborroning terisiga somon tiqadi. Yo'q, ketmayman jon singlim, erimning gunohidan o'tang, qancha pul so'rasangiz beraman. Faqat qamalmas. Endi qamalsa ham domlalik qila olmas ekan. Bunga roziman, boshqa ish topar, qamalmasa bo'ldi. O'zi uchun emas, bolalarim uchun so'rayapman. Erimning yosh qizlarga suyagi yo'qligini yaxshi bilaman. Ko'za kundamas, kunida sinadi-da. Mana oxiri sindi. Iltimos jon singlim, bolalarimning kelajagini barbod qilmang. Axir hech nima bo'lmadi-ku. Erim o'zini oqlanganiga onasi ishonsa ham men sira ishonmayman. Ammo nima qilay? U erim bolalarimning otasi. Yalinmang. Muborro sal pasaya boshladi. O'ylab qarasa bu sir ochilmay qolishi uchun yaxshi imkoniyatdek tuyulgandi. Keting. Pul beraman deb yosh balani xo'rozxon bilan aldagandek aldab qo'yaman deb o'ylasangiz chog'i. Xo'rozxon emas, ayol Muborroning ko'zlariga tik qaradi. 5000 naqd beraman, hozirning o'zida. Faqat davoyim yo'q deb tilxat yozib bersangiz bo'ldi. Yo'q, kerakmas. Jinoyatchi jazo olishi shart. Unday demang iltimos. Juvon tiz cho'kkidek yalina boshladi. Erimning hayvonligini bilaman. Aytayapman-ku, bolalarim uchun sizga yalinyapman.
O'ziga esa bu kuningdan battar bo'l degan bo'lardim. Iltimos jon singlim, rahmingiz kelsin. Yo'q, 10 ming beraman. Juvonning ko'zlari iltijoli chaqnadi. Naqd. Qizning sal yumshaganini endi sezgan juvon qo'lidagi charm hamyonni ochib, ichidan bir dasta 50 so'mlik va yarim dasta 100 so'mlik pullarni chiqardi. Mana naqd 10 ming. Pulni uzatarkan Muborro olmayman deb rad etsa-da, majburan qo'liga tutqazdi. So'ng hamyondan ruchka va oq qog'oz oldi. Davoim yo'q deb tilxat yozib bering bo'ldi, qolganini o'zim hal qilaman. Pulni changallagan Muborro bir lahzada karaxt bo'ldi. Qizning miyasida ming xil fikr mashura boshladi. Mabodo pulni olsam u o'zimni aybdor qilishsa-chi, yoki eri ishga qaytib meni o'qishdan haydasa-chi, yoki kallasida g'ujon o'ynayotgan bu savollarga javob topa olmay qiynalarkan. Oxiri o'zini yengdi. Nima bo'lsa bo'lar. Menga pulni majburlab beryapti. Agar biron gap bo'lsa pul olganim yo'q deb tonaman. Guvohlarsiz pul beryaptimi, demak yolg'on gapirayotgani yo'q. Eri chindan ham ishga qayta olmaydi. Menga hech kim noto'g'ri muomala qila olmaydi. Bu pul nomusimning bahosi. Xo'p, mayli, dedi u murosali ohangda. Faqat bolalaringiz uchun davoimdan kechaman, ammo aytib qo'yay, eringiz ishga qaytsa shu kuniyoq sudga ariza yozaman. Qaytmaydi. Juvon ish bitganini ko'rib hovliqib qoldi. Qamalmasa bo'ldi, bolalarim jinoyatchining bolasi degan tamg'a olishini istamayman. Meni to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat singlim. Xo'p, nima deb yozay? Hech qanday tajovuz bo'lmagandi deb yozing. Yo'q, bu so'zni yozsa o'zini aybdor qilishlari haqidagi fikr miyasiga yashindek urilgan Muborro qog'ozni va pulni juvonga uzatdi. Meni aldamoqchimiz hali? Yo'q, unday emas. Juvon ishni barbod qilmaslik uchun yana yalina boshladi. O'zingiz istagan so'zni yozing, faqat erim qamalmasa bas. Bo'pti, davoim yo'q deb yozaman. Ha, mayli, shunday yoza qoling. Muborro tilxatga davoim yo'q deb yozib imzo qo'ygach juvonga uzatdi. Qog'ozni o'qib ko'rgan ayolning ko'ngli to'lmagan bo'lsa-da, xo'rsinib qo'ydi. Xo'p, rahmat singlim, omon bo'ling, sog' bo'ling. Juvon chiqib ketgach Muborro darhol darvozani yopdi-da, ilgagini ildi. Duch kelgan odam kirib qolavermasin. Keyin xonasiga kelib pulni sanarkan buncha ko'p pulni nima qilishini o'ylab uyiga yetolmay hayajonlanardi. Har xil rejalar tuzarkan birdan xayoliga pulga nomusimni pulladim-da, ish qilib oxiri baxayr bo'lsin degan fikr bir urilgandek bo'ldi. O'ylagan xayoldan yuragi bir zulmatga chulg'ansa-da, shu zahoti o'zini yengdi. Ko'pchilikning orasida sharmanda bo'lganim uchun to'lov bu. Hech qanday yomon joyi yo'q. Biroz turib xotirjam tortgach, pulni o'zining shaxsiy buyumlari saqlanadigan sandiqchaga ich kiyimga o'rab berkitdi. O'qish boshlansa sekin-asta sarf qilaveraman. Ha deb ota-onamdan pul so'ramayman. Yaxshi kiyib, yaxshi yeb ichaman deb o'yladi. Keyin esa sir ochilmay ortiqcha gap so'zsiz bosti bo'lganini eslab quvonchi ichiga sig'may qoldi. Xayriyat, sharmanda bo'lmadim. 1-sentyabr. Diqqat, gapimni barcha yaxshilab eshitsin. Baland bo'yli, to'la baquvvat gavdali, oq sariqdan kelgan, ko'rinishi anchayin ko'rkam. Faqat harbiy xizmatda singan o'ng tepa jag'idagi tishining o'rniga tilla tish qo'ygani uchun kulganda tilla yarqirab husnini buzadigan, biroq o'ziga bu tilla tishi obro'dek tuyuladigani bois labini atayin ko'tarib o'sha tishini maqtaydigan, egniga oq ko'ylagining ustida qimmatbaho kostyum-shim kiygan qahramon endigina tanisha boshlagan kursdoshlariga durulloq ovozi bilan gapirib, barchaning e'tiborini o'ziga jalb qildi. O'zimni tanishtirib qo'yay, ismim Qahramon, bo'yim 180. Harbiy havo desantida xizmat qilganman. Maqsadim tuman shifoxonasida bosh shifokor bo'lish. Buning uchun ilk qadamni bugundan boshlab sizlarga kursboshi bo'lishdan boshlamoqchiman. Gapni ikki qilganlarni yoqtirmayman. Men to'g'ri tushundilaring va so'zimdan chiqmaysizlar degan umiddaman. Hamma gap tushunarlimi? Bir daqiqa oldin g'ala-g'ur bo'lib turgan auditoriya suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Barcha o'rtaga chiqqan Qahramonni turishiga boshdan oyoq nazar solarkan, kimdir shu lahzadayoq uning yetakchiligini olqishlab ko'z qarash qilgan bo'lsa, boshqasi bu surbetning oliftagarchiligi uchun qoshini chimirlatayotgandi. Qizlarning ko'pchiligi bunaqa hech narsadan tap tortmaydigan qo'rqmas yigitga o'zgacha nigoh bilan qaray boshladi. O'zining yetakchiligi ko'pchilik darhol tan olganini payqagan Qahramon o'zidan g'ururlanib tomoq qirib qo'ydi.
Rahmat tushunganlaring uchun. Bunchalik oson til topishganimizdan mamnunman. Kelgusida ham shunday bo'lib qoladi deb umid qilaman. O'rgildim yetakchidan. Kutilmagan ovozni eshitib barcha ovoz egasiga yalt etib o'girildi. Maqtanchoq, bir qop po'choq. Bu gap qahramonning maqtanganini, biroq hech kim e'tiroz bildirmaganini ko'rib Muborro aytayotgandi. Qo'qqisdan berilgan zarbaning qiz bola tomonidan ekanini ko'rib qahramonning oldinga oq sariq yuzlariga qon quyilib, rangi qizarib olovlandi. Qovoqlari osilib, hatto qizni haqoratlashni ham o'yladi. Biroq bu ishni sha'niga to'g'ri kelmasligi xayoliga kelgach, biroz tin olib o'zini bosdi. Qiz esa uning gapira olmay qolganini ko'rib yanada hujumni kuchaytirdi. Siz o'zingizcha osmondan kelib, o'zingizni yetakchi deb e'lon qilyapsizmi? Desantda xizmat qilgan bo'lsangiz nima bo'lib? Mening otam harbiy dengiz xizmatida 4,5 yil xizmat qilgan. Dunyo omonlarini suv osti kemasida kezib chiqqan, lekin biron marta men shunaqa zo'rman deb maqtanganini ko'rmaganman. O'rgildim sizdaqa maqtanchoqdan. Hey, qahramonning lablari ucha boshladi. O'g'il bola bo'lganingda o'zim bilardim. O'g'il bola bo'lganimda hozir oyog'im ostida emaklardingiz. Shu paytgacha o'tirgan o'rnida gapirayotib Muborro joyidan irg'ib turdi. Osmondan tushgan bo'lsangiz ham meni sensiramang. Sizning singlingiz emasman. Qishlog'ingizga borib keriling. Bu yerdagi yigitlar ichida siz bilmaysiz-ku, balki jangovar sport bilan shug'ullanganlari bordir. Yana bir urib churragingizni tushirib qo'yishmasin. Har holda o'g'il bola bo'lganimda meni ayab o'tirmasdim. Ey, qahramon qanjiq so'zini aytib yuborishdan o'zini zo'rg'a tutdi. Hozir lekin yomon bo'ladi. Ko'pam menga sakrayverma, xo'pmi? Aks holda qiz bola ekan deb ayab o'tirmayman. Urasizmi, uring. Havo desantining kuchi bir ojiz qiz bolaga yetar ekanda. Qahramonning og'zidan tupuk sachragandek bo'ldi. Biroq qiz bola bilan tortishaversa obro'si to'kilishini xayoliga kelgach, yana o'zini qo'lga oldi. Nima gaping bormi, maqsadingni ayt. Sensirashimga kelsak, sendan 3 yosh kattaman. Katta bo'lsangiz o'zingizga notanish inson bilan senlab emas, sizlab muomala qilishadi. Tarbiyali insonlar notanishini buning ustiga qiz bolani sensiramaydi, uyalmasdan ayab o'tirmay. Deysizmi? Qanday tilingiz boryapti, yigit? Qahramonning rangi endi jigarrang tusga kirdi. Ko'pchilik orasida qiz bola tufayli sharmanda bo'layotganini, uning alami oshayotgandi. Gapni chuvalashtirmay, maqsadingni ayt dedim senga. Muddaoing nima? Muddaom shuki, kurs boshini saylaymiz. Sizdan boshqalarda ham kuch va bilim yetarli. Kim bo'larkan? Qahramon atrofda bepisand qaradi. Uning bu qarashda birontang da'vogarlik qila ko'rma degan ma'no mujassam edi. Balki sen bo'lmoqchidirsan. Men bo'lsam nima bo'libdi? Maktabda 10 yil boshidan oxirigacha sinfkom bo'lganman. Kurs boshi ham bo'la olaman. Rahbarlik qonimda bor. Otam tuman miroblarining boshlig'i. Qahramon masxaromuz kuldi. Otasi tuman miroblarining boshlig'i emish. Mening otam viloyat qurilish boshqarmasida bosh injener. Demak, men bu tomonda ham sendan ustun ekanman. Voy, o'rgildim bu kishidan. Qiz boladan ustun ekanlar. Muborroning so'ziga kimdir miyig'ida boshqasi ochiqchasiga kuldi. Qahramon endi hujum taktikasini o'zgartirdi. Malika zamondan uzr so'raymiz. Shuni siz uchun afsus va nadomat bilan ma'lum qilamanki, hammasi hal bo'lgan. Men kurs boshchilikka yuqoridan tayinlashadi. Uning beixtiyor gapirib yuborganiga kulgisi qistagan Muborro mazax qildi.